Hurmatli fuqarolar, so'nggi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda 12% daromad solig'ini qaytarib olish bo'yicha turli salbiy xabarlar tarqalmoqda. Kelib tushayotgan murojaatlarning rad etilishiga faqat texnik yoki xodimlar omil emas, balki ko'p hollarda ariza topshirishda belgilangan tartib-qoidalarga to'liq rioya etilmagani ham sabab bo'lmoqda. Ya'ni deklaratsiya to'ldirishda quyidagi kamchiliklar tez-tez uchramoqda. Hujjatlar to'liq ilova qilinmagan, to'lovlar imtiyoz beriladigan yilga mos kelmagan, mablag'lar imtiyoz oluvchi shaxs tomonidan to'lanmagan, daromadlar bo'yicha hisobotlar to'liq ko'rsatilmagan, soliq summasi nol ko'rinishda yuborilgan yoki umuman daromadi bo'lmagan shaxs imtiyoz so'rab murojaat qilgan. Shuni unutmaslik kerakki, Soliq kodeksining 378-moddasiga muvofiq 12% daromad solig'ini qaytarib olish faqat kontrakt to'lovlari, farzandlar ta'limi uchun to'lovlar, subsidiya asosida ipoteka krediti to'lovlari masalasida va faqatgina barcha hujjatlar to'g'ri va to'liq topshirilgandagina ijobiy hal etiladi. Shu bois, hurmatli yurtdoshlar, murojaat yuborishdan oldin deklaratsiyani diqqat bilan to'ldiring. Barcha tasdiqlovchi hujjatlarni ilova qiling. Daromadingiz va to'lovlaringiz mos kelishiga e'tibor bering. Shunda sizning murojaatingiz qonuniy asosda va o'z vaqtida ijobiy hal etiladi.